Eshik remontga nuqta qo'yib qilingan mehnatingizni ochib beradigan jihoz. Nihoyat biz uyimizda boshlangan remontimiz tugash arafasida. Menimcha bu vaqtda uyda bir marta bo'lsa ham remont qilgan inson juda ham yaxshi his qilsa kerak. Lekin bilasizlarmi, aynan eshik masalasi bizani ancha qiynadi. Juda ham ko'p vaqtimizni olib qo'ydi. Chunki bozorga borsangiz 500 mingdan boshlab 5 million, 10 million va hatto 15 millionga ham variantlar bor. Lekin qaysi taklif, narx, sifat va servis jihatidan eng optimal? Oilamiz uchun bu savolga javob Akbar Rich eshiklari bo'ldi. Chunki tasavvur qiling, 17 yillik tarixga ega, 300 dan ortiq mutaxassislar ishlab kelayotgan bu kompaniyaning asosiy g'oyasi mijozlarning ko'ngli tinch va xotirjam bo'lishi. Ya'ni siz kelib, o'zingiz xohlagan rang, o'lcham va shakldagi eshikka buyurtma berasiz va Akbar Rich hammasini siz xohlagandek qilib beradi. Showroomga kelib, o'zimizga yoqqan eshik dizayni, tutqichlari, oynalari, rangi va hattoki eshikka moslab plintusgacha tanladik va ko'rib turganingizdek hammasini bizga o'z vaqtida chiroyli qilib o'rnatib berishdi. O'rtoqlar, bilasizlar, hamma narsani ham reklama qilmayman. Faqatgina o'zimga ravo ko'rib, sizlarga ham ilinadigan narsalarimni qo'rqmasdan reklama qilishim mumkin va bu kompaniya mahsulotlari aynan shunaqa qatoridan. Akbar Rich, ko'ngil tinch.